Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbek shou-biznes olamining yorqin vakilasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli xonanda Nilufar Usmonova bugun 39 yoshda. Afsuski, og'ir judolik bo'ldi. Xalq duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Tojikiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning yakkayu yagona yolg'iz qizi, 5 farzandning onasi, xonanda Nilufar Usmonova 6-aprel sanasida 39 yoshni qarshiladi. 3 bor turmush qurib ajrashgan, onasi bilan qattiq nizoga borib qolgan, ortiqcha vazn bilan kurashgan Nilufar Usmonovaning qo'shiqchilik faoliyati va shaxsiy hayotiga nazar solamiz. Bolaligimda yolg'izlanib qolardim. Yulduz Usmonovaning ilk turmush o'rtog'i sozanda Ibrohim Hakimov bo'lgan. 2 ijodkor qisqa turmushi davomida qiz farzandli bo'lgan. Ammo ma'lum sabablarga ko'ra ular 1996-yili rasman ajrashgan. Nilufar Usmonova o'z intervyularida to'liq oilada ulg'ayishni orzu qilgani va bolaligida ota-ona mehriga zor bo'lganligi haqida aytib o'tgan. Bolaligim Marg'ilonda, buvimning hovlisida o'tgan. Ra'no xolam onamdek mehr bergan bo'lsa-da, bola baribir o'z ota-onasini sog'inar ekan. Xolalarimning o'z farzandlari bor edi. Ular bilan birga o'ynardik. Urushib qolsak, baribir o'z singlisi, ukasi bilan birga bo'lib olardi. Men esa yolg'izlanib qolardim. O'shanda hali bolalarim ko'p bo'ladi. Hech kim ularni yolg'izlatib qo'ymaydi deganida farishtalar omin degan ekan. Otamni ham, onamni ham yaxshi ko'raman. Ajrashish ularning qarori. Qarorlarini hurmat qilgan holda ikkisiga ham bo'lgan farzandlik mehrim saqlanib qoladi, deydi Nilufar Usmonova. Onamning xatosini takrorlamayman. Nilufar Usmonova onasining qattiqqo'l bo'lgani, u qilgan xatolarni takrorlamaslikka so'z bergani haqida gapirdi. Bolaligimdan yumshoq tabiatli qiz bo'lganman. Shu bilan birga odamlar nazarida bo'lishni yoqtirmasdim. Chunki notanish odamlar ham meni ko'rsa Yulduzning qizi deb erkalashardi. Bu esa menga yoqmasdi. Onam nihoyatda qattiqqo'l bo'lgan. Bolaligimda boshimni silab erkalaganini eslolmayman. Xato qilsam urishardi. Kaltak yegan paytlarim ham bo'lgan. Onam mendan katta odamdan talab qiladigan ishni talab qilardi. O'sha paytda undan ranjiganman, ammo ona bo'lgach uning qarorlari to'g'ri ekanligini tushunib yetdim. Eng qizig'i, nabiralardan mendan talab qilganchalik biror narsani so'ramaydi. Men urishsam, bola-ku, sekin-sekin o'rganadi, deydi. Onam qilgan xatolarni qilmayman, san'atni tanlamayman deb o'zimga so'z bergandim. Ammo bandaning emas, yaratganning aytgani bo'larkan, deydi Nilufar Usmonova. Qo'shiqchilikka umuman qiziqmaganman. Nilufar Usmonova ilk marta 8 yoshda Shaytonga bo'ysungan yuraklar nomli qo'shiqni onasi bilan duet tarzida ijro etgan. Qo'shiq Yulduz Usmonovaning 1995-yildagi konsert dasturi uchun maxsus yaratilgan. Keyinroq unga klip ham suratga olingan. Qo'shiqchilikka umuman qiziqmaganman. Menga Toshkentda yashashdan ko'ra Marg'ilonda buvim bilan birga qolish qiziqroq edi. Toshkent tezda zerikib qolardim. Ilk marta sahnaga chiqishim ham onamning xohishi bilan bo'lgan, deydi Nilufar Usmonova. Xonanda boshlang'ich ta'limni Marg'ilon shahridagi 18-sonli maktabda oladi. Undan so'ng onasi Nilufarni Toshkentga olib kelib, til o'rganishiga sharoit yaratadi. 10 yoshida uni Buyuk Britaniyaga o'qishga yuborishadi. Shu tarzda Nilufar Vinexil maktabi va Sherborn xalqaro kollejida tahsil oladi. Nilufar Usmonova 2001-yili O'zbekistonga qaytib keladi va o'rta ta'limni xalqaro maktabda yakunlaydi. Seni istamagan odamga intilma. Xonanda Nilufar Usmonova erta turmushga chiqqan. U 17 yoshida huquqshunos,
Navzod Saidgaziyev bilan oila qurgan. 2004-yilda xonanda ilk bor onalik baxtiga sazovor bo'lgan. Xonandaning ilk turmushi uzoqqa cho'zilmadi. Ajrashganimizning sabablari ko'p. U inson olamdan o'tib ketdi. Yomon gaplar bilan eslashni istamayman. U 5 qiz ichida o'sgan yagona o'g'il farzand edi. Oilamni mustahkamlash uchun harakat qilganman, ammo onamning gaplari qattiq ta'sir qilgan. Sen istamagan insonga intilib qadringni tushirma, hammasi taqdirdan degan. Qaynonam ham xuddi onamdek cho'rtkesar ayol edi. O'g'liga yo'qmayaptimi? Ajrash degan. Shunday bo'lganidan xursandman, chunki bu nikoh aqlli o'g'lim Saidazamxonning tug'ilishiga sabab bo'ldi, deydi xonanda Nilufar Usmonova. Ajrashgandan keyin onam bilan ham yasholmaganman. Turmushdan ajrashgan Nilufar Usmonova ruhiy tushkunlikka tushadi. Onasi bilan jiddiy kelishmovchiliklarga borib, o'g'li bilan alohida yashashga qaror qiladi. Birinchi turmushim bo'lganidan keyin onam ikkinchi marta turmushga bermoqchi bo'lganida o'g'limni olib uydan chiqib ketganman, chunki men onam aytgan insonga turmushga chiqishni xohlamaganman. Sababi men boshqa insonni sevardim. Onam mashinamni olib qo'yib yashashim uchun uy bergan. O'sha uyning sharoiti yaxshi bo'lgani uchun men uni ijaraga berib, o'zim sharoitsiz uyda yashaganman. Chunki bolamning bog'chasiga o'zimning yurish-turishimga pul kerak edi. Ba'zan juda pul zarur bo'lib qolganida kosmetika sotadigan ayoldan tovar olib, xonanda dugonalarimga sotib pul topganman, deydi Nilufar Usmonova. Ijara uyda o'g'limni to'q qurgan. Xonanda moliyaviy qiyinchiliklarga uchragan kunlarini quyidagicha eslaydi. O'g'lim Said Azamxon kuni bilan bog'chada bo'lardi. Kechki payt uyga kelganda tez tayyor bo'ladigan lafshani tayyorlab ko'rgani uchun bola shuni yeb uxlardi. Ertalab yana bog'chaga ketardi. Uyim shu darajada eski, sharoitsiz ediki, poldan nilonim yirtilib, sementi chiqib yotardi. Eski bir yuzta muzlatkichi turardi. Uni ichida hech narsa bo'lmasdi, deydi. Faqat ovqat qilish uchun zarur bo'lgan go'sht, kartoshka, sabzi, piyoz bo'lardi. Bir kuni Said Azamxon o'sha muzlatkichni ochganda to'q urib orqaga otib yubordi. Shu holat menga juda qattiq ta'sir qildi. Do'stlar, tanishlar orqali to'ylarga chiqa boshladim. To'ylarga kirib, qistirilgan pulni olib chiqib ketardim. Shunday qilib men o'zimni to'ylarda rastrutka qilib olganman. Mening qo'shiqlarim to'ybob bo'lmagani uchun kim qancha pul bersa boraverganman, deydi xonanda. Birinchi gonorarimga olgan eng qimmat narsa bu $1375 muzlatkich bo'lgan. Chirinda uyimda o'sha qimmatbaho muzlatkich turardi. Bolamni to'q urib yuborgani menga qattiq ta'sir qilgan. Shuning uchun eng qimmatidan olganman, deydi xonanda. Ajrimdan keyingi ruhiy tushkunlik. Ruhiy tushkunlikka va moddiy qiyinchiliklar uni ijod qilishga undaydi. 2005-yili Bolam shu yurt seniki nomli qo'shiqni ijro etadi. Bu bilan onasiga ham nimadir isbotlashni istagandi, ammo qo'shiq yaratish, ijodni boshlash oson emas. Shu bois prodyuserlik kompaniyasiga murojaat qilib, hamkorlikni taklif qiladi. Birinchi marta to'yga chiqishim juda qiziq kechgan. Do'stim Jamshid Bobojonov shunaqa qilib o'tiraverasanmi? Bolang uchun ham ishlashing kerak-ku deb koyib bergan. Shundan keyin to'ylarga chiqishni boshlaganmiz. Ammo faqat do'stlarimizning to'yiga borardik, chunki hali tashqaridan to'y oladigan darajada mashhur emasdim, deydi xonanda. Nilufar Usmonova 2006-yili Toshkent davlat yuridik institutiga o'qishga kiradi, ammo u yerda o'qish oson kechmaydi. 2009-yili oila qurgach, akademik ta'til olishga majbur bo'ladi, chunki xonanda ketma-ket 2 o'g'il farzandli bo'ladi. Xullas, akademik ta'tillar bir-biriga ulanib, xonanda 2013-yilda o'qishni yakunlaydi. 3 marta turmush qurib ajrashganman. 3 marta turmush chiqqanman va 3 marta ajrashganman. Birinchi turmush o'rtog'im olamdan o'tgan. Taqdir taqozosi bilan shunday bo'lgan. Shu hayotni yashab o'tganimizdan roziman. 5 farzandim bor. 3 o'g'lim, erkagim bor meni sevadigan Saidazamxon, Ibrohimxon, Sulaymonxon. Bular mening qanotlarim, tog'larim. Yoshroq paytlarimda farzandlarimga mehrim bunchalik bo'lmagan. Yillar o'tgan sayin onalik muhabbati oshib borar ekan. Shu sababli bugungi yosh onalarni muhokama qilmayman, chunki vaqtida o'zim ham ularday bo'lganman, deydi xonanda bergan intervyusida.
Hali bola paytimda ba'zi kamchiliklarim bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik farzandlarim 3, 4, 5 nafar bo'lishganda Alloh menga bergan ne'matlarni jiddiyroq tushunib yetganman. Ertangi kundan umidim borligi uchun hozir hayotdan boshqacha rohatlanaman. Farzandlarim mendan keyin ham umidim bo'lib qolaverishadi. Dunyoda o'tsam ham ruhim, xotiram ular sabab tirik bo'ladi, deydi xonanda bergan intervyusida.